bitta zaryad bilan 700 kilometr va 313 ta ot kuchi. Qaranglar. İçinde karaokesi ham bor mashina kerakmi? Qaranglar. Mashinalarimiz bor, ya'ni gruzovoylarimiz. Bularning ham bir narxlarini, keyin yangiliklarimiz bor. Bo'lib to'lashga bor. Ha, bo'lib to'lashga beraveramiz. Ayni shu modelimiz. Boshlang'ich 25% to'laydi. Bitta pasport olib keladi. Boshlang'ich to'lovni olib keladi. Bu 1200 kilometr yuradi. Hop, elektrda o'zida 280 kilometr yuradi. China Motors. Assalomu alaykum qadrdonlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Men bugun Toshkentda China Motors elektromobil sotadigan avtosaloniga kelganman. Bu yerga kelishimizdan maqsad vaqtimiz oz qolgan Bobur bilan ko'rishgani kelganmiz. Assalomu alaykum Bobur. Aka, yaxshimisiz? Keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum Mega Dunyo obunachilari va China Motors muxlislari. Xudo xolasa mana akamiz kelibdi. Chiroyli videolar qilamiz. Ko'rib boringlar. Xudo xolasa bugun mana 16-aprel bo'lsa, vaqtlaring qisqa muddat qoldi. Bu vaqt ichida biz asosiy nima deydi, yangiliklarni aytib o'taylik va asosiy muammomiz utilizatsiya haqida gaplashamiz. Utilizatsiya haqida gaplashamiz. Vaqtimiz oz qolgan. Shuning uchun bu yerda ko'p modellar bor, yangiliklar bor. Har xillari bor. Shularni narx-navosi, sizlar qancha foyda bilan olish ehtimolingiz borligini aytib o'tib ketamiz. Endi bugungi kunimiz elektromobillarga ataldi. Endi keling elektromobildan boshlayveraylik. Elektromobillar. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Xo'p, bunimiz BYD Seal. Bu modelimiz BYD Seal 550 kilometrligi. Narxiga keladigan bo'lsak, $31.500. Bu $31.500. Ha. Mabodo bo'lib to'lash. Yo'q, bularga bo'lib to'lashimiz yo'q. Xudo xolasa mana 14 kun qisqa vaqt qoldi. Shu qisqa vaqt ichida kelishsin. Xudo xolasa agar kamida 2,5 minib ketadi. Muxlislarimiz tezroq ulgib qolsa, eng kamida cho'ntagida $2,000 iqtisod qildi degani. Yo'q, bo'ldi degani. 2,5 ming. Bu mashina necha kilometr yuradigani bu? 550 kilometr yuradigani. 550 kilometr yuradigani. Buni garantiyasi ham bor-a? Garantiyalari bor, o'zimizning servisning xizmatlarimiz bor. Bemalol kelib, ko'rib, haydab olishlari mumkin. Va yana juda ham yo'llarimizda O'zbekistonda ko'p ko'rinib turgan Y2 modeli haqida gaplashamiz. Navbatdagi mashinamiz. Bu ham to'liq elektromobil. Buni ham narxi ko'tariladi, sabab utilizatsiya yig'imini ko'tarilishi oshishi munosabati bilan Beskulchoy do'sti, mana qaranglar, salonlari juda ham chiroyli. Ko'rmaganlar uchun ko'rsatamiz, bilganlar uchun eslatma, koja salon, chiroyli BYD Y2 yaxshi mashina. Bu narxi qancha buni? Xo'p, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, $17.500. Albatta endi bunimiz sotilib bo'pti. Yo'q, sotilmami bu? Sotilib bo'pti. Qolmadimi? Qolmadi. Oh, ming bor uzr, bunisini ko'rmayapman, sotilib ketib qolibdi, o'rtoqlar. Bu necha kilometr yuradigan edi? Bu xo'p, kilometri 405 yuradigani. Ha, 405. Tipli nasosligi, ya'ni o'sha batareyka quvvati, batareykaning atrofida o'zini sistema, sovutish sistemalari bor. Bu degani akkumulyator uzoqqa yetadi va kilometr ham uzoqqa ketadi. Tushunarli. O'rtoqlar zakaz qilib olib berishaveradi. Endi bu sotilib ketib qolibdi, ming bor uzr. Endi klientlarimiz shoshilyapti-da, utilizatsiya hisobiga shoshilib kelishib, pullarni naqd sanab olib ketishyapti. U bo'lmadi deganda 2000 bo'lmasa 2,5 ming, 4 minggacha ko'tarilib. Hozir mana shu mashina misol 17,5 ming bo'lsa, gidet 2,5 ming, u 20 mingdan oshiq tushib ketadi-da. Mana eshityapsizlarmi? Xo'p, mana bu mashina Chazorga o'xshab ketadi, lekin Chazor emas. Yo'q. BYD Han'ni ukasi bu. Ha, BYD Han'ni ukasi. Dizayn bir xil. Dizayn o'xshaydi. Orqa oldi. Qaranglar. Bitta knopkalari ham bor-a, buni. Yukxonani ochgani, knopkalarni qo'yib qo'yishgan. Ajoyib. Qandaydir bu yerda komplektda zaryadnik, balon damlaydigan, hamma yo'g'i bor. Ichida ko'riklargacha, hammasigacha bor. Bunda 360 gradus kamerasi yo'q ekan, buni? Yo'q, buni 360 bor. 360 bor. 360 gradusi bor. Bor ekan, 360 bor. Ha, o'zini 360 Beskulchoy do'sti, mana salonni ichini bitta tomosha qilinglar. Koja o'rtasi, aytlari yumshoq. Yukxonani ochgani bu yerda ham knopkasi bor. O'rindiqlar sportivniy, elektronniy, Abduf, abagrev hamma yo'g'i bor. Wow, Abduf, abagrev ham bor.
qoyil. Shuncha Navorodga narxi qancha? Hop, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, hop, Yuklari ham 28500 dollar. 28500 dollar. Xudo xolasa kelishsin, mana shu Toshkent filialimizga kelsa, chiroyli narxlar qilib beramiz, bonuslarni ham qilib beramiz. Bobur, qarangda, hozir Hop. buni garantiyasi bor, to'g'rimi? Ha, bor. Hop, necha kilometr yurib beradi? 600 kilometrmi? Ha, 600 kilometr yuradi. Joyda chin plus degani mana shu bo'ladi, Chin o'rtoqlar. plus. Hop, hozir 1-maydan keyin kelsa narx hech bo'lmasa 2000-3000 ko'tarilib ketadi endi buniki ham. Ko'tariladi, ko'tariladi. O'shani hisobini qilinglar mana o'rtoqlar. Narx-navolarni eshityapsizlar. Ko'tariladi bu, albatta. Hozir qanday naqd olish kerakmi yo bo'lib to'lash ham bormi? Yo'q, bizda bular bu modellarimizga avtokredit bor, Aha. naqd perchislikni farqi yo'q. Endi bo'lib to'lashga modellarimiz bor, boshqa modellarimiz Ular ham bor. Bo'lib to'lashga mashinalarimiz beramiz. ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Hop, navbatdagi mashina Jetour Jetour. X90 Plus. Ofitsialni Xitoyga chiqqan varianti. Ofitsialni Xitoy uchun chiqarilgan mana zinagi bor. Mana shu tamg'asini tarjima qilib ko'rishganda xitoyliklar uchun butun umrga garantiya bergan ekan. Bu 9 kishiligi. Mana ichkari ham. 7 kishilik. Yo'q, 7 kishilik. Adashib ketdilar. 7 kishilik varianti, qaranglar. Mashina chiroyli, udar. Jetour bilmaydigan odam pashti qolmadi shekilli O'zbekistonda. Birinchi kirib kelgan. Bitta ma'lumot o'rnida buni ko'pchilik dubayskiy versiya bilan solishtirib qo'yyapti. Ha. Ya'ni o'sha dubayskiy versiya bizga kirib kelganda ko'pchilik negativ ko'payib ketganda, Ha. bu o'shani hisobiga ofitsialni mana shunaqa tamg'asi bilan tamg'asini ko'rdingizki, bizdan u Xitoy versiya. Ya'ni Xitoy bilan dubayskiy versiyani solishtirsangiz allaqancha farqi bor. Xitoy bilan Dubayni solishtirmaysizlar, farqi bo'ladi. Qarang, hozir bu 20 diskada chiqqan, 255 ga 45 R20 diskalar bilan. Buni motori nechalik? 1.5mi? Yo'q, buni motori 2 litr turbina. 2 litr turbina 2 litr motor. turbina. Rasxodiga keladigan bo'lsa, maksimum 12 ta rasxod qiladi. Maksimum. Ag'i bosishingizga qarab ketaveradi. Ha, tushunarli. O'rtoqlar narxini kelishtirib berishadi. Hozir narxi qancha? Albatta. Hop, bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, hop, yangi narxlar telefonga qarab aytyapman. Hop, Chunki narxlar yangilangan. yangilanyapti kundan kunga. Jetour X90 $30 ming dollar ekan. 30 ming dollar. Ha, Hop, 30 ming dollar. 32 ming shunaqa bo'lardi. 32 Ha, ming, 31,5 ming. Ular tushirib berganmiz. Narxi mana. Bunga ham garantiya bor, a? Bunga ham garantiya bor. Bunisidan tashviq qilmasa ham bo'ladi. Servis xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa bonusi ham bor. Gap yo'q. Bunisi KI X3 Pro. KI X3 Pro eng full bu. Eng fulli 360 panorama. Mana. Bunda qaranglar. luk bo'lmaydi, katta panorama, selli panorama bo'ladi. Panorama tom bo'ladi. Ha, tom Luk bo'ladi. bo'lmaydi. Abagrifflari bor. Abagriff sидeniya. Bu mashinadan ham O'zbekiston yo'llarida juda ham ko'payib qolgan trekker bilan tenglashtirsanglar bo'laveradi. Trekkerda elektromobil. Elektromobil desa ham bo'laveradi. Lekin podveskasi, ходовой trekkerdan ancha yumshoq. Ancha yumshoq. Ha. Elektromobil va keyin bitta narsani ko'p mijozlarimiz, obunachilarimiz adashtirib qo'yishadi. Buni pozitsiyasi pastlari ham Bor. O'zbekistonga kirib kelgan. Kirib kelgan. Ularning narxida farqi bor. O'shanga bo'ladi. solishtirib qo'yishmasin. Bu Hozir narx eng o'sha luxury eng pozitsiyasi. fulli, eng fulli mana shu bo'ladi. Narxini qancha qilib beramiz, Bobur? Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, hop, shot spravka 25 ming narxi. Shot spravka nomingizga chiqadi 25 ming dollar. Endi naqdga kelishsa, naqdga tushib beramiz. Naqd. Yaxshi Kelishsa, naqdga olishsa, tushib beriladi. chegirma bo'ladi. Ha, chegirma bo'ladi. Bunga ham garantiya bor. Garantiya bilan bemalol olib Lekin ketishinglar mumkin. utilizatsiya esdan chiqarmasin, utilizatsiya baribir ta'sir qiladi elektromobillarga. Ha. O'shuning uchun shoshilib qolishsin. 1-maygacha olsangiz, yana arzon olasiz. Garantiyasi bor va qancha yuradi o'zi bu? Buni zapas xoti 405. 405 kilometr. 405 kilometr. Bu yerda mikroavtobusimiz bor. BAV, ko'rib turganingizdek, серьезный, богатый, turishlari ham ajoyib. Bu o'sha Toyota
dunyo brendidagi Toyota Alpharddan lyuks kupe ko'chirilgan Lyuks coupe. variant. Bilasizlar, xitoyliklar hamma brendlarni chopishni yaxshi ko'radi. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Toyota'dan chopilgan mikroavtobus, salon ham shekarniy, cho'tki chiqqan. Qiziqqanlar kelsanglar, bir minib ko'rib, haydab ko'rib, ma'qul bo'lsa olib ketasizlar. Endi to'liq obzor qila olmayapmiz, chunki bu yerda mashinalar ko'p, Mashinalar hammasini ko'p. sizlarga tanishtirishga vaqtimiz yetmay qolishi mumkin, shuning uchun shoshilyapmiz. Narxini qanchaga beramiz? Hop, buni narxiga keladigan bo'lsa 28 ming dollar. Xudo xolasa, agar buni avtomat korobkasi, mexanika korobkasini so'raydiganlar bo'lsa, mexanika korobkasi ham bor. Mexanikasi ham Ha, keldimi? Qoy. Mexanikasi ham kelgan. Ha, mexanikasi qancha narxi? Mexanikasini narxiga keladigan bo'lsa 25.500 dollar. 25.500. Qarang, hozir bunda necha motor turibdi? Bunda 2 litr atmosferniy. 2 litrli atmosferniy rasxodi qanaqa bo'ladi? Rasxodiga keladigan bo'lsak, pustoy holatda yo bo'lmasam tekis yo'lda 8.5 ta. Ha, Maksimum. Agar yuk holatda misol Odam bilan. odam bosib qilinadigan bo'lsa, yuriladigan bo'lsa, maksimum 10 ta. maksimum 10 ta. O'rtoqlar, buni eslatib o'tib ketaman. Oldi emas, orqasi boshlovchi, orqa tortadigan Orqa vidish. reduktorda mos bilan. Bunda ham garantiya bor. Bunda ham garantiya ham beriladi garantiya bor. обязательно. O, Jack. Jack China Motors, hop, Jackni rasmiy dilleri bo'lgan. Shunga yaxshilab e'tibor berasizlar. Shuning uchun buni shartnomasi ham so'mda chiqadi va garantiyasi ham ko'proq. garantiyasi ham ko'proq. U rangi ajoyib ekan, mokriy asfalt. Ha. Mokriydi ham boshqachasi. Boshqachasi ekanda, Ha. bir xil emasda. Jack GS 6 modelini ko'rib turibsizlar. 8 bilan pashti bir xil, ha? 8 bilan bir xil, lekin 8 dan ichkari qismi, ya'ni salon qismi ancha komfortli. 360, abduf abagrev, pamit sideniya, panorama luk, hattoki холодильниgigacha bor. Холодильниgigacha bor, qo'yilgan bo'lishi mumkin. Salonga bitta e'tibor beringlar. Zamonaviy 5 kishilik 5 kishi. avtomobil. Bunda 1.5 turbinami to'g'ri bunda? 1.5 turbina, 3 yil yoki 100 3 ming. yil 100 ming kilometrga Garantiya. garantiya. Hop, benzinda harakatlanadi o'rtoqlar. Benzin bu narxi xudo xolasa o'zgarmaydi. Yo'q, Harakat o'zgarmaydi. qilamiz tushirishga. Ha? Narxi qancha hozirgi kunda? 315 million shu skidkadagi narx 315 million turibdi. skidka qilingan, skidkada turibdi. Tez olib ketishinglarni maslahatini beraman. BYD Song Plus Song Champion 2025 2025 yangi versiya. yangisi, yangi versiyasi 360 panorama luk, beskulcho'lik do'stib. Endi BYDni bor. bilasizlar-ku. Qaranglar, perforatsiyali koja, oq salon, oq bilan bunaqa kafelniy svet aralash, hamma narsasi bor. Yangi shot spravka, bu. Ha? Shu spravka. Narxi qancha chiqadi endi buni? Xo'p, bunimizni narxi Necha kilometr yuradigani bu? bu o'sha 605 Ko'ryapsizlar, 605 kilometr yuradigan varianti. yuradigan variant. Aka, bunimizni hozir menejerlardan so'rasam, bu ham sotilib ketibdi. Уже sotilib ketgan, Sotilib o'rtoqlar ketgan. ko'ryapsizlarmi? Talab kuchli. Hamma ekonom qilib qolaman deb harakat qilib yotibdi. Qolmadimi endi buni? Yo'q, 2 dona bor. Ha. 2 dona. Buni qorasidan bor. Xo'p, buni qorasi 27500 dollar. Ha, 27500 dollar, ikkita qora bor. Ikkita qorasi Bu bor. 25 mi yo 25. 25? 25. Kelaverasizlar o'rtoqlar, mana ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, xudo xolasa sizlarning ishinglarni bitirib berishadi yoki bo'lmasa kelib turib avtosalon kelib Boburni so'raysizlar, xudo xolasa Bobur sizlarning ishinglarni bitirib berishadi. Hop, Dipal S yangiligimizdan bittasi. 07. Dipal S07. Hop, Chilt keldi. Gibrid. Gibrid. 1200 kilometr yuradi. Hop, elektrda o'zida 280 kilometr yuradi. Ha, elektr o'zi 280. 280 kilometr yuradi. Yaxshi-yu. 360 bezramnichniy aynaklar. Ko'ryapsizlarmi? Aynak ham 2 qavatdan bo'ladi. Mana. Ko'rsatsangiz. Ko'ryapsizlarmi? 2 qavat o'ynak. Nozik bo'lmaydi. Komfort endi bularni ta'rifini beraverib, odamlar o'zi bilib ham bo'ldi. Qaranglar. Bezramchining o'yinlari bilan juda ham chiroyli va yoqimli, yumshoq bo'ladi keyin bular.
ekonomikani yaxshi ko'radigan, bitta bak bilan manziliga yetguncha o'sha zapravkaga to'xtashni xohlamaydigan akalarimiz juda ham yaxshi ko'radigan. Buni narxi qancha chiqdi endi Bobur? Xo'p, bularimizni narxi $28,200. $28,200. Xudo xolasa Endi bularimiz o'zgarib turadi. Misol 10 kundan keyin misol videongizni ko'rib, "Bunaqa deganding-ku" desa, narxlarimiz o'zgarib turadi. Ha, chunki уже utilizatsiya kelyapti, utilizatsiya kelyapti. O'shuning uchun biz ham telefonda har kunlik ma'lumot, har kunlik sena o'zgarib turadi. Telefondagi ma'lumotlar berib turamiz. 16-aprel kungi narx-navolarni aytyapmiz sizlarga. Endi основной 1-maydan narxlar o'zgarilishi kutilyapti. Mana bu kichkintoy. Kichkintoyimiz Changam Ben ko'pchiligiga ma'qul kelgan. Tem bo'la Yandex akalariga. Rosa. Matiz o'rniga ham juda aytadi lekin. Qaranglar. Salonda juda chiroyli chiqqan bu ham. Haqiqiy shahar mashinasi. Shahar mashinasi. Dastavshiklar, ayniqsa yosh katta amakilar, shahar ichida ko'p yuradigan akalar, ayollar rosa sevadigan mashinalardan bittasi. Bu to'laqonli elektromobil va qancha yuradi bu? Xo'p, bunimiz 305 kilometr yuradi. 305. Kitobida, narxiga keladigan bo'lsa $13,000. $13,000. O'rtoqlar, elektromobil uyda zaryad qilib maza qilib yuraverasizlar. Benzin quyib, metanga o'chirib tur, yana bitta yo'q. Zo'r Xitoyda shunisiga bir tan beraman. Oddiy o'sha kichkina mashinaga ham ABS qo'ygan. ABS tormozi bor. ABS tormozi bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana bizda Damas'larda hali ABS yo'q. Matizlarimizda ham bo'lmagan ABS. Odam salomatligini o'ylashadi. Muhimi. To'g'ri. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, Jetour X70 bu ham o'sha Xitoy versiyasi. Mana tangasini bitta ko'rsatib qo'yasizlarga. Tanga o'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? 7 kishiligi. 7 kishilik variant. Abduf Abagri full ekanda bu. Full variant. Motori nechalik motor? Motori 2 litr buni ham. Wow. 2 litr turbina. 2 litr turbina motorligi. Ko'ryapsizlarmi? Zo'r. O'rtoqlar 70+ bu. 70 o'zini haydab ko'raman, bilasizlar. 70 o'zi ham zo'r. Endi bu Navorotlar ko'pi. 2 turbinaligi. Luxury pozitsiyasi. Endi bular 5 kishiligi ham bor, keyin boshqacha pozitsiyalari ham bor. Bu eng o'sha 7 kishilik eng luxury pozitsiyasi. Puli. Xo'p, bunimizni narxi ham Jetour X70 $29,000. 29,000. Adashmasam, qimmatrog'ida tushibdi. Qimmatrog'ida sal narxini tushirib qo'ydik. Tushirdik narxlarni. Gap yo'q. O'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa mana tez telefon qilinglar. Nima olishni bilmay turganlar maslahat beraveraman. Chunki Jetour O'zbekistonga juda ham ko'p kirib keldi. Buni ehtiyot qismi unaqa qimmat bo'lib ketmaydi. Xo'p, Jack yana bitta bu qora versiyasi. Qorasi. Haligida sizlar mokrisini ko'rdinglar, mana endi qop-qorasini ko'rib turibsizlar. Qop-qora variant qanaqa turadi deganlarga bitta tonirovkani tortsanglar, yana ham ochiladi mashina. Shu Li dizaynda qancha chiroyli optika linzaga qilingan. Chiroq yonadi. Chiroq yonadi. Zo'r. Endi mana bu yerda Beijingni ko'ryapman. Beijing U5. Misol qaranglar, biz O'zbekistonda taksida, masalan, shaharlararo yurishga ko'pchilik yaxshi ko'radigan, hozir ham misol shartnomasi даже yo'q, Cobalt'ni shunday Xitoydagi versiyasi. Xitoyliklar Beijingni ko'p haydashar ekan, ma'lumotlarga ko'ra, shunaqa deb eshitganman. Bu gap qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, kommentariyada bitta yozib qoldirasizlar. Beijing EU5 elektromobil to'laqonli. Xitoyda Cobalt'da bu. Xitoyda Cobalt. Xo'p, narxi qancha Xitoyda Cobalt? Qancha yuradi? Beijing U5 narxiga keladigan bo'lsa $21,000. $21,000. Xo'p, bo'lib to'lashga bor. Bo'lib to'lashga beraveramiz. Mana shu modelimizni 50% bersa, qolgan 50% 15 oyga bo'lib 15 oyga. O'rtoqlar, xo'p, 180 km soat maksimaliy chiqar ekan, 67 kW soat batareyka, elektro dvigatel 163 ta ot kuchi. 163 ta. O'shancha elektromobillar uchadi. Salonni ham bitta ko'rsatib o'tib ketay sizlarga mana.
yarmini pulini berasizlar, yarmini 15 oyda bo'lib berishga gaplashasizlar, kelasizlar. Yukxonani bu yerdan ochishga knopka, koja salon, qaranglar. Monitor, Mers deflektorlar. Mers deflektorga o'xshatib qo'yishib chiroyli qilib. Qiziqqanlar bo'lsa tez aloqaga chiqamiz, lekin elektromobil buni ham narxi ko'tarilib ketib qoladi, to'g'risini aytsam. Aka, mana bizda ham yuk mashinalarimiz bor, ya'ni gruzovoylarimiz. Bularda ham bir narxlarini, keyin yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa keyin ichkarida ko'rgan BAV M7 qora avtomatni aytgandim-ku, mexanikasi ham bor. Ha, bu mexanikasi. Bu mexanika varianti. Tashqi ko'rinishda pashta o'zgarishi, diski o'zgargan ekan. Diskada o'zgarishi bor, keyin ichidagi sideniyalari villur salon bo'ladi. Koja salon bo'lmaydi. Ha, koja bo'lmaydi, villur bo'ladi. Lekin kapitanskiy sideniya. Mexanika ekan, bo'ldi. O'rtoqlar, mana shu qiziq bo'lsa, China Motorsga kelinglar, bitta haydab, test drive qilib, ma'qul bo'lib qolsa, olib ketaverasizlar. Narxi 25500 dollar. 25500 dollar. Endi Jack mashinasi o'rtoqlar, qaranglar. Hop, bunimiz Jack J3 modeli. J3. Ha. Motorlariga keladigan bo'lsa, 1.8 atmosferniy motor, 3 tonna, 4 tonnali kattaroq tonna so'ramoqchilarga mana shu modelni tavsiya qilamiz. Hop, aka 3-4 tonna ko'taradi bemalol. Hali shlaka blokchi, misol karedni boshqa bir narsalarga yasayman desa, bemalol tashib yoqa-yoqa olib borsa bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'sh balonlik. Qo'sh balon. Va ramada. Ramali kichkina yuk mashina so'raganlar uchun mana Isuzu'dan kichikroq, Kia Bongo'lardan ko'proq yuk oladi. Ha, Kia Bongo'lardan ko'proq yuk oladi. Buni narxi qancha chiqadi? Aka, buni narxiga keladigan bo'lsak, hop 27 ming albatta обязательно narxidan tushib beramiz. Ha, 27 ming dollar. Ha, tushib beramiz, xudo xolasa. Endi biz eng legendarniy, juda tez fursatda bozorda egalladi. Mana ko'rib tursangiz, ancha huvullab qoldi zonamiz ham. Qaranglar, to'la bo'lardi mashinani, Jack X200. Bu tayyor furgonli varianti. Hop, buni narxi keladigan bo'lsa 275 million 520 ming. Hali ham o'sha narxda. Ha. Ko'tarilmaydi? Yo'q. Ko'targizdirmaymiz, xudo xolasa. Hop, bu uzatermiz. Bunga xolodilnik qilib olsanglar ham bo'laveradi. Yo, menga bortovoy kerak desanglar, mana bortovoy ham bor va narxi ham arzonroq chiqadi buni. Kia Bongo, Hyundai Porterlarni analogi desa bo'laveradi. Ha. Narxi ham arzonroq. Hop, bularimiz narxi 248 million 640 ming chiqadi. Garantiyasi ham bor-a? Garantiyasi 3 yil 100 ming probegga, motor, korobka, zadniy moz. Hop, gruzopodiumnisi asosiysi bizga kerak bo'ladigan gruzopodiumnisi 2 tonna 80 kg texpasportni o'ziga yoziladi. 2 tonna 80 texpasportni o'ziga. Texpasportni o'ziga. 2 tonnada ursanglar desanglar ham bo'laveradi. 2 tonna. Kia Bongoni eng ko'p oladigani 1.2 bo'ladi-da, 1 tonna 200 bo'ladi. Dokumentalnisi. O'rtoqlar, bizda 2 tonna yozilsa 4 tonna yuklaymiz. Lekin motori o'shunga yarasha 2 litr katta bahaybat motor qo'ygan. 2 litrli motor. Ha. Yaxshi. Endi videomizni ichkarida davom ettiramiz. Akalar, bitta zaryad bilan 700 km va 313 ta ot kuchi. Qaranglar. Ichida karaokesi ham bor mashina kerakmi? Qaranglar, China Motorsda. U narxi oshib qolishi mumkin. Shuning uchun tez olinglar. Bu o'sha BYDni Seal modeli. Sizlarga bor. Luxury pozitsiyasi, oxirgi pozitsiyasi. Salon ko'ryapsizlarmi? O'rindiqlar orqaga tortilyapti. Chiqib ol, bemalol deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Voy. Hammanglarga nasib qilsin o'rtoqlar, borib mana shunaqa mashinalarni haydash. Mana bu yerda Alcantaralar. Audio sistemaga e'tibor berasizlar. Head-up displeylargacha bor ichida. Head-up display. To'liq bitta zaryad bilan 700 km yurishi mumkin. Ot kuchini ko'rdinglar, 313 ta ot kuchi. Bu furtali raketa. O'q bilan teng deydi-ku, mana shunaqasidan. Qarang, endi buni narxi boshqacharoq bo'lsa kerak menimcha. Ha, buni narxi ana 550 taliga qaraganda qimmatroq bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 39 ming dollar. 39 ming dollar. Bunga ham qo'shiladi. Ha, bunga ham utilizatsiyaga ta'siri bor. Ha. Shuning uchun
olsanglar menimcha arzonroq olasizlar. Hamma $2000 cho'ntakka botmaydi. O'zimizni Jack G7 G7. China Motors'ni rasmiy diler bo'lgan Jack mashinasidan bittasi. Bu liftback. Oldi orqasida kamerasi bor. 360 gradus kamerasi yo'q, lyuki bor, qaranglar. Bunda ham 1.5 turbina motor. To'g'rimi? 1.5 turbina. Bu yukxonani bu yoqdan ochsa bo'larmidi? Hop, ha. Hozir Topolmadim. Ha, bo'ldi, topdim. Mana qaranglar. Liftback, mana krossoverlarga o'xshab katta ochiladi, lobovoy bilan qo'shilib, ikkinchi qatori. litraji 500 litr. 500 litr. Ikkala ikkinchi qatori shuni yotsanglar, divan. 1000 litrdan o'tadi. Ko'rdinglarmi? Ha, garantiyasi bor. 3 yil yoki 100 ming probeg, бескключевой dostuplari bor. Barra qaranglar, katta bar. Avtomat korobka, start-stop. Katta monitor, tez monitor. Cruise control, ABS, elektronika, rul. Rullar elektronik. Ha, elektronika. Hop, narxi buniki so'mda chiqadi, Ha, buniki so'mda chiqadi. Hop, bularimizni narxi keladigan bo'lsa 245 million. 245 million. O'rtoqlar. Ha, skidka 253 million bo'lardi. 253 million turar edi. Skidkada hozir polni skidka berganmiz. 245 million. 245 millionga shunday naqd yoki pul o'tkazish, xullas bularni shotida pul ko'rinsa bo'ldi. Avtokredit qilib, misol bir xilga avtokredit qilaman desa, avtokredit qilib olib chiqib bersa ham bo'ladi. Xo'p, avtokreditga boshlang'ich 25% to'laydi. Bitta pasport olib keladi. Boshlang'ich to'lovni olib keladi, bo'ldi. Ha, yana ham batafsil ma'lumotni o'sha ekraningizda turgan telefon raqamlariga pastdagi murojaat nomerlarga qilasizlar. O'rtoqlar, biz Toshkentdamiz, Sergelida, China Motors'da, Glavniy ofisida, Glavniy o'sha salonidamiz. O'rtoqlar, fursatdan yana bir marta aytib qolaman, foydalanib qolinglar. Elektromobillar narxi ko'tarilib qolishi mumkin. Shuning uchun shu 14 kun ichida olib ketsanglar, foyda bilan olib ketasizlar. Albatta sizlar foyda qilsanglar, biz ham xursand bo'lamiz. O'rtoqlar, shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Deyarli barchasini narx-navosini, ma'lumotini bera oldik deyman. Endi to'g'risini aytsam, bularni to'liq obzor qilishga vaqtimiz haqiqatan ham yetmaydi, fizически ham vaqtimiz ham yetmaydi. Ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, sizlarni qiziqtirgan mashina haqida ma'lumotlarni berishadi, tushuntirish olib borishadi. Boburjon, sizga kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Qimmatli vaqtda yemaganingiz uchun rahmat.